Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Men psixolog Munira. Men 2012-yili Beyjingda psixologiyada bakalavrilik unvoni olgandan keyin 2014-yili Turkiyaga keldim va 2017-yili klinik psixologiyada magistrlik unvoni oldim. Va shuningdan hozirga qadar torlarda ders berish, leksiyalarni berish, shaxsiy maslahatlarni berish degandek ishlar bilan shug'ullanib keldim. Yaqinda Farabiy tor darsxonasidan keyin taklifini olgandan keyin xalqimizga haqiqiy psixologiyani tushuntirish haqida bir yurish darslarini qilish to'g'risida planlashdik va hayotimizga psixologiya degan yurishlik darslarni o'tish oldida turyapmiz inshaalloh. Har 5 kunda bir yangi dars inshaalloh sizlarni kutib turdi. Endi psixologiya bilan nimishqa bundaq uchrashishimiz kerak deganimizda, chunki psixologiya bilan zodi hayotimizda kunda uchrashib turadigan bir kalima. Psixologiya degan bu kalima hayotimizda bizga kunda uchrab turdi. Ammo nurg'un kishilarimiz psixologiyaning nima ekanligini bilmagachga, ba'zi kishilarimiz psixologiyaga 100% ishinib, psixologlar nima 100% ishinib, uning keynidan ketib qolgan, ba'zi kishilarimiz bo'lsa psixologlarni qat'iy qarshi chiqadigan, ya'ni psixologiya degan bu kesib yo'q, ya'ni musulmon kishi psixologiyaga ehtiyoji yo'q, psixologga ehtiyoji yo'q deb qulning keyinda eshittirgan mundaq bir holat shakllanib qoldi. Amaliyotda psixologiya mo xuddi boshqa fanlarga o'xshash 1000 yillar burun islom olimlari tomonidan tadqiq qilinishga boshlagan va g'arb olimlari tomonidan xuddi fizik, kimyo, astronomiyalar qanday o'g'irlangan bo'lsa, psixologiya ham shunday o'rganib o'g'irlangan va hozirgi davrimizda biz ulardan o'rganishga majbur bo'lyapmiz. Va g'arbda o'rganganligimiz uchun albatta ularning noto'g'ri aqidalari va bir qism xato ko'z qarashlari bizgacha eqib kelyotdi. Shuningdek, inshaalloh biz bu bir yurish darslarimiz orqali xalqimizni to'g'ri bo'lgan bir psixologiyaga tunishtirish maqsadiga yetmoqchi bo'lyapmiz inshaalloh. Endi darslarimizningki tizisi tuvandikicha, balkim bu tizislarda o'zgarish bo'lib qolishi mumkin, ismlarda o'zgarish bo'lib qolishi mumkin, lekin hozircha cho'ng tipdagi tizis mush shaklda bo'ldi. Yana bir qitimda o'qib chiqsam, psixologiya degan nima, harakatlarimizning biologik asosi his, tuyg'u, aql va ong, uyqu, gipnoz va meditasyon, ongni qalayimqonlashtiruvchi dorilar, o'rganish nazariyasi, shartlik va shartsiz refleks, mukofot va jazo, ulguda o'rganish, asli saqlash haqidagi tadqiqotlarning turmushda qo'llanishchanligi, bilish jarayoni, masala hal qilish va qaror berish, aql va aqlning o'lchami, ko'p xil aql va hissiy aql, inson taraqqiyoti, insonning fiziologik taraqqiyoti, bilish va til taraqqiyoti, ijtimoiy taraqqiyoti, jinsiyat taraqqiyoti va farqi, axloqiy taraqqiyoti, xushal qerish, harakatlantirgich kuch, yeyish uchun harakatlantirgich kuch, jinsiyat, ya'ni burmalangan jinsiyat farqi hukmi, harakatlantirgich kuchning muvaffaqiyatga ta'siri, tuyg'u, besim va sog'lomlik psixologiyasi, besimning, ya'ni stressning fiziologik va psixologik ifodalanishi, sog'lomlik psixologiyasi, kishilik degan nima, kishilik turlari, inson psixikasining buzilishi, ro'y tushkunlik, tashvishlanish, kirishilishdan paydo bo'lgan kasal OKB, bolalarga bekinvelish kasali otizm, bolalarga diqqatni yig'olmaslik ADHD, psixologik rahatsızlıklar için davolashlar, jamiyat psixologiyasi degandek mushu 40 tema haqida uchrashimiz inshaalloh. Balkim bu temalarimiz buningdan eshib ketishi yoki buningdan aziyib qilishi mumkin, lekin Alloh xolsa har 5 kunda yangi bir darsimiz bilan psixologiya, haqiqiy psixologiya bilan tanishib chiqamiz. Hammalarning Farabiy tor darsxonasiga a'zo bo'lishini va bizning darslarimizni qo'llab berish yuzidan darsdan keyin aktivlik bilan fikr qatnashtirishini, o'zining qimmatli fikrini qoldirib qo'yishni, savollarini qoldirib qo'yishni so'raymiz. Unda hammalar o'zinglarni asranglar, Allohga omonat, ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.